Respublika bo'ylab yurib xizmat ko'rsatamiz. 6 santimetrdan 10 santimetrgacha qo'yib beramiz deyapti. Tena beton xizmati ko'rib turibsiz. Mashina to'liq 300 kvadrat ekan. Necha soat bo'ldi boshlaganingizga usta mashina? 3 soat bo'ldi. 3 soat bo'ldi. Uje bir 150 kvadrat joyda urib bo'lsa, uje 3 soatda. Qo'yib bo'ldik. Ya'ni bitta zapravka qilganingizda bir 15-20 kvadratga yetar ekanda bittada usta. Ha, 20. Hozir usta bitta savolda, hamma narsa o'zingizdan bo'ladimi, birini solib beramizmi? Yo'q, hamma mahsuloti o'zimizdan. Aha. Uy egasidan faqat tok bilan suv. Tok bilan suv bersa bo'ldi. Qolgan hamma narsani o'zingiz olib kelasiz. Ha. Ya'ni mana shu materialigacha, ko'rib turgan materiallaringacha o'zlari olib kelishib, polni yayishib, tikishib chiqishadi materialigacha. Buning ichida usta nima bor usta? Buning ichida qum, semun, Aha. pena, fibrasi bor. Fibrasi bor. Pena Necha garantiya berasiz usta bunga? Suv o'tkazmasligiga, o't yonmasligiga 20 yil, 30 yil 20 yil 30 yil xizmat qilaveradi. xizmat Butun qilaveradi. respublika bo'ylab